Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Shavkat Mirziyoyevning Qirg'izistonga qilgan 2 kunlik davlat tashrifi yakunlanmoqda. Nima o'zgarishlar bo'ldi deb ko'pchilik yozmoqda, ya'ni ikkita davlat o'rtasida. Aytishim mumkin bo'lgan juda katta bir xushxabar bor, ya'ni ikkita hukumat bitim imzoladi. Bunga ko'ra, bundan buyon O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolari bir davlatdan ikkinchi davlatga, ya'ni bir-biriga bemalol ID karta bilan o'tishlari mumkin bo'ladi. Ya'ni bilamiz, xorijga chiqish uchun zagran pasport kerak va unga pechat ham urishadi har safar kirib chiqqanda. Endi Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasida bunaqa bo'lmaydi. Bemalol mana bunday ID kartalar bilan siz o'tishingiz mumkin bo'ladi. Bu narsa samolyotga ham o'tadi, poyezdda ham, demak quruqlikdagi avtobus, mashinaga ham o'taveradi. Misol uchun, siz Bishkekka bilet oldingiz, ID karta bilan aeroportga borasiz va uchib ketaverasiz Qirg'izistonga. Qirg'izistonliklar ham xuddi shunaqa O'zbekistonga kirishi mumkin bo'ladi. Bu narsa qachondan kuchga kiradi? Ushbu hukumatlar bitimi ikkita davlat tomonidan tasdiqlangandan keyin, masalan, Qirg'iziston parlamenti tasdiqlaydi, bizda ham maxsus qaror chiqishi kerak. Shundan keyin kuchga kiradi. Taxminan 1 oy, 2 oy vaqt ketsa kerak. Ya'ni bu ertadan emas, lekin bo'lishi aniq bu o'zgarishni. Buni nimasi yaxshi deyishingiz mumkin? Bizda mana eksklav hududlar bor. So'g', Shohimardon, Cho'ng'ara, o'sha hududda yashaydigan fuqarolarimiz uchun ham yoki u yoqqa bormoqchi bo'lganlar uchun ham bu juda qulay, juda zo'r. Yoki juda ko'pchilik Issiqko'lga kelaman deydi, misol uchun. Tasavvur qiling, siz shunchaki ID karta bilan o'taverasiz, pechat yo'q. Hamma narsa bazaga elektron kiritiladi. O'sha yerdagi fuqarolarimiz ham, o'sha So'xlik, Shohimardonlik, Cho'ng'aralik fuqarolarimizga ham endi byurokratiyadan bir xoli ancha yengillik bo'ladigan bo'ldi. Mana shunaqangi o'zgarish. Bunaqasi hali birorta davlat bilan bo'lmagan. Ya'ni bizda birinchi marta bo'lib turishi. Hamma davlatga bizda zagran pasport kerak edi. Birinchi marta Qirg'izistonga mana shu ID karta o'tadigan qilib tasdiqlandi. Bu albatta xushxabar. Shuni sizlarga yetkazay deganim.